El Clasico o'z nihoyasiga yetdi do'stlar va Pablo Carloni yakuniy klassikosi mag'lubiyat bilan yakunlanmoqda. Hansi Flickni shogirdlari Real Madridga remontada qilishga yo'l qo'yishmadi. Va bu videomiz El Clasiconing top 3 eng bahsli vaziyatlari. Va bu o'yinning eng bahsli vaziyati bu Chouamenining qo'li bo'lyapti. Ferran Torresga penalti berilgani yo'q. Chunki bosh hakam Hernandez Chouamenida qo'l ishlatmagani topdi va buni tabiiy qo'l deb baholadi. Ushbu epizodda penalti bormidi yoki yo'q do'stlar? Izohlarda yozib ketamiz. Va ikkinchi vaziyat bu Barselona ofsayd liniyasi bo'ldi. Pau Kubarsi bu yerda xatoga yo'l qo'ydi. Chunki Mbappe ofsayd turgan paytda Pau Kubarsi shundoqqina pas bermoqda. Va bundan keyin Chesney foul ishlashga majburlanyapti va Mbappe penaltini golga aylantirmoqda. Va Frenkie de Jong hamda Kylian Mbappening to'qnashuvi bosh hakam Hernandez bu yerda penalti berib bekor qilmoqda. Do'stlar, bu yerda penalti bormidi yoki yo'q? Do'stlar, La Ligada deyarli intriga oldi va